Aka 150 ming so'mga italyanskiy освежитель jinnisini olib keldim. Bittasi sizga, bittasi menga. Qo'lingizda nima yurishmi? Ukam to'xtab turgin-da. To'g'ri, ukam 150 ming so'mga освежитель jinnisini olib chiqsan, lekin men senga 10 ming so'mga ikki xil usulda освежитель dodasini tayyorlab beraman. Videoda oxirigacha ko'ring. Quruq salfetka 2 ming so'mga do'kondan guruch sotib oldim. Salfetkani olamiz, orasini ochamiz. Guruch solamiz. Ikkiga ochib solib oldik. Hamda o'zingizlar yoqtirgan atirni sepasizlar. Menga Velvetda dubayskiy освежитель yoqadi. 1, 2, 3, 4 marta sepib qo'ysanglar bo'ladi. Yupamiz buni. Hamda bu освежительni xohlagan joylarga tashlab qo'yaverasizlar. Men shu yerga tashlab qo'ydim. Mashinalar приятный bo'lib turadi. Ikkinchisi zubachискamiz bo'ladi. Magazindan 8 ming so'mga sotib oldim. Va bunga ham o'zingizlar yoqtirgan atirni 1, 2, 3, 4 marta sepib qo'yasizlar. Olagan joylarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Hidini qaranglar, вообще moshniyu. Bu atir bilanchi o'zingizlar yoqtirgan atirni sepadigan atiringlarni 2-3 marta sepib qo'ysanglar, bu usulni qo'llaydigan bo'lsanglar, mashinalar приятный bo'lib turadi. Qanaqa atir olay deb turib o'ylanib yurmaysizlar. Aka, bu videoda mashinasiga qanaqa atir olishni bilmaydigan hamda hidini qanaqa qilib yo'qotishni bilmaydigan do'stlarga sekin jo'natib qo'yasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishdan chiqmasin.